Supermarketlardagi 4 xil brenddagi muzlatilgan go'shtli somsalarini ko'rib chiqdim. Bifibon, Mali, Vkусноbaysevo va Muza. Har birini qadoqidagi retsept bo'yicha tayyorladim. Avval bifibondan boshladim. Qadoqda 6 dona somsa bor. Agar tuzliroq ta'm yoqtirsangiz, sizga mos tushadi. Ham xamiri, ham ichidagi qiyma sal tuzli, lekin qiymasi yog'sizligi yoqdi. Keyin Mali brendini sinab ko'rdim. Bu yerda 8 dona somsa. Xamiri yupqa, og'izda eriydigan, tuzlari me'yorida. Ichi mazali va yengil. Aytishim mumkinki, bu somsa qizlar uchun. Ko'pchilik Vkусноbaysevo brendini bilsangiz kerak. Albatta, biz ham sinab ko'rdik. Aynan shu variant an'anaviy somsa ta'miga eng yaqin. Qatoqda 4 dona domboqqina somsa bor. U saryog' va mol yog'ida tayyorlanadi. Shuning uchun ta'mi juda mazali. Oxirida esa Muza brendidan somsa tatib ko'rdim. Qatoqda 12 dona. Rostini aytsam, bu yerda ichiga yog'ni ayamay solishgan. Tarkibida mol go'shti bilan birga qo'y go'shti ham bor. Bu somsa zaiflar uchun emas. Xullas shunaqa. O'zimning favoritlarim bilan bo'lishdim. Endi sizning fikringizni kommentariyalarda kutaman.